Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda musofirda yurgan do'stlarim. Sizlarga bitta ma'lumotni yetkazmoqchimanki, do'stlarim, mana ko'rib turibsiz, Rossiya Federatsiyasida qonunlar chiqyapti, yangi qonunlar. Kimdir uy olaman deb, kimdir moshin, kimdir uylanaman degan orzu niyatda ishlagani kelgan, pul topgani kelgan. Shu narsani ma'lumotni yetkazmoqchimanki, qarang, hozir shunday qonun chiqardi. Oddiy bir sim karta oladigan bo'lsangiz, sim kartani olib borib goslugiga подтверждение qilasiz. Undan keyin Sberbankka borib biometrik topshirishingiz kerak. Shuni men batafsil sizga aytib bermoqchiman. Qarang. Birinchi borasiz pensionniy fondga, ya'ni MFNC deydi, MFNC. Bu MFNCga borib aytasizki, men singlis olmoqchiman deysiz. Sizga tekin besplatni singlis beradi. U singlisni olasiz. Singlisni olgandan keyin gos usluga degan joyga borasiz. Ya'ni moy dokument degan, moy dokument hamma rayonda bor, moy dokument. 2 tadan 3 tadan bor. Bemalol borasiz. Borib turib, o'sha yerda turgan qizlar bo'ladimi, yigitlar bo'ladimi, shularga aytasizki, ruschalab, men singlisimni goslugadan o'tkazmoqchiman, tasdiqlamoqchiman, подтверждение qilmoqchiman deysiz. Ular sizga talon beradi va kompyuterga jo'natadi. 7-8 ta kompyuter bor. Bundan oldingi videolarimda shundan batafsil Трудовой договорda ham через gosluga qilishdi, men aytib o'tganman. Bu ham xuddi shunday. Kompyuterda 7 ta 8 ta kompyuter bor. Shunda bir ayol kishini yo'llagan. Shunaqa o'rgatasan, bilmaydigan odamlarga hammasiga o'rgatasan degan maqsadda qo'yib qo'yibdi. Shunda borasiz, men sim karta olganman deysiz yoki sim karta olmagan bo'lsangiz ham siz singlisni olasiz, borasiz goslugiga aytasizki, shunaqa men подтверждение qilmoqchiman. Ular sizga ochadi goslugani, sizning nomingizga, sim kartangizni, sim kartangizni kirgizadi. Ismingiz, familiyangiz, barchasini ma'lumotlarni kirgizasiz. Трудовой договорingiz bo'lsa yaxshi, Трудовой договорingizni ham kirgizasiz. Agar yo'q bo'lsa ham keyinchalik через onlayn ham kirgizib qo'yasiz. Goslugani oldindan skachat qilib borsangiz ham bo'ladi. Masalan, telefoningizga kimdadir iPhone bo'lsa, App Store'ga, kimda Android bo'lsa, Play Marketdan skachat qilib olasiz goslugani. Keyin goslugadan siz singlisni hammasini kirgiziladi. Kirgizib, o'zingiz ham tushunib qolasiz kompyuterda, u ayol kishi yordam beradi, kirgizasiz. Kirgizganingizdan keyin bemalol so'rab o'tirmang. Bo'ldimi deysiz, yopamizmi, yakunlaymizmi? Yakunlandi, bo'ldi, ishing bitdi deydi. Borasiz Sberbankka, borganingizdan keyin Sberbankka kirganingizdan 2 ta Saturnnik bo'ladi, talon beradigan apparat oldida. Shu talon beradigan apparat oldidagilarga aytasiz, men goslugadan o'tdim, singlisni подтверждение qildirdim. Endi biometrikaga o'tmoqchiman deysiz, talon beradi, sizni обязательно boshqa bir oknoda chaqiradi. Chaqirgandan keyin borasiz, men deysiz, biometrikaga topshirmoqchiman deysiz. Ular nima qiladi? Bo'ldi, dokument, pasport, registratsiya, patent hamda singlislarningizni ko'radi. Sizni rasmga tushirib oladi. Rasmga tushirib olgandan keyin har xil so'zlarda aytadi, masalan 1 dan 10 gacha ruschalab aytadi. Keyin 10 dan 1 gacha sizga ayttiradi uni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Keyin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 deydi. Undan uchinchisiga shuni aralash savol beradi. Masalan, 1, 3, 6, 8, 10 degan so'zlarni ayttiradi. Bu nima maqsadda aytiriladi? Masalan, sizni ovozingizni, golosingizni shu biometrikaga qo'yadi. Masalan, bu nima uchun kerak degan narsa, bu Rossiya qonunchiligiga, migratsion, mana migrantlar, bizlar endi migrant hisoblanamiz. Migrantlar qonuniy yurishi uchun, mana shu qonun buzmasligi uchun, agar birorta bir qonun buzib qo'ysangiz,
bo'ldi, keyin sizni deportatsiya qilib qo'yadi yoki siz o'ylaysizki, men qonuniy yuribman, patentni vaqtida to'layapman, registratsiyani qilyapman, baza danlim bor, hamma narsa deysiz. Lekin siz biometrikadan o'tmadingizmi? Sizni обязательно keyingi patent topshirishingizga patent ololmaysiz, отказ keladi. Yoki siz uyga ketdingiz, qaytib kelganingizdan keyin hamma narsam menga qoyil, hamma narsam zo'r deysizda ketasiz, yana qaytib kelasiz. Qaytib kelganingizdan keyin yoki qaytib kelmasa o'zi aeroportdan sizni qaytaradi. Seni 3 yilga zapratingmi yoki deportingmi. Shunaqa narsalar bo'ladi. Shuni oldin olish uchun agar siz uzoq vaqtda ishlamoqchisiz, uzoq vaqtda pul topmoqchisiz, shuni ma'lum qilamanki, do'stlarim, biometrikadan o'tasiz, sim kartangizni, masalan, sim kartangiz ham hali sizga nomingizga olgansiz, lekin подтверждение bo'lmagan. Ofis Beeline bo'lsa Beeline, Megafon bo'lsa Megafon, MTS bo'lsa MTSga borasiz, ofislarga borib, men biometrikaga sim kartamni o'tkazmoqchiman deysiz. Biometrikadan ular ham xuddi shunday, lekin Siberbankda rasmga tushirib boshqa qilmaydi, kompyuterdan sizni baza danlingizga kirgizadi. Ismi, familiyangiz hammasini kirgizib, o'zi baza danlida sizda hali Siberbankdan biometrikaga topshirganingiz bularning bazasida o'zi ko'rinadi. Sizni bemalol ko'rsatib qo'yadi. Bir xil joylarda rasmga tushirib, bular ham xuddi shunday ovozli xabar qilib jo'natadi. Shuning uchun aziz do'stlarim, siz Rossiya territoriyasida, Rossiya Federatsiyasi qaysi shahrida bo'lishidan qat'iy nazar, ishlayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz biometrikadan o'tsangiz o'zingizga yaxshi. Men mana shuni ma'lumot qilmoqchiman. Xudoga shukr, men masalan dokumentlarimda hammasini joy-joyiga qo'yib, birinchi mana shunday qonun chiqdimi, birdan